7. qism. Bu nima qilganing Mehray? Yana yandim bo'ldi sana. Ya achchiqlanishni, ya yig'lashni bilmay, o'zimni o'ngshab Mehray g'azab bilan tikildim. Nima qilganimni bu xatni o'qib bo'lgandan keyin obdan bilib qolasiz. Elinga. Mehray qo'limga bir parcha konvertni tutqizib qo'ygandan keyin ketib qoldi. Allah. Aslida Mehrayning keynidan qo'g'lamoqchi edim. Biroq tasdak zarbasidan texich ichishayotgan yuzlarimdagi og'riqning sababini bilishga qiziqib, xoli yerdan birini tepib, konvertni ichib o'qib boqmoqchi bo'ldim. Men hurmatlaydigan Mehray achamga bu xatning mavzusidan qaraganda cho'qim oliya yozgandek qildi. O'zimga o'tirg'ach, xatning davomini o'qishga boshladim. Sizga bu gaplarni qanday aytishni, qanday tushuntirishni bilmay, ko'p qiyinchiliklarni tortdim. Siz bilasiz, lekin har ikki yilimiz duch kelgan rayimsiz taqdir meni bu xatni yozishga majbur qilib turibdi. Siz bilasiz, men bir sahrali qiz. İçimde yomonlik yo'q. Oq ko'ngillik ham sodda, ichim bilan teshim bir xilla. Sizni o'z ochamdekla yaxshi ko'raman. Mening qandoqligim sizga demasam 5 qo'ldek ayol. Men hargizmi ayoli bor, baxtlik oilasi bor bir oilani qasddan buzadigan inshaalloh qiz emas. Balkim yuz bergan ishlar sizni menga nisbatan shunday ko'z qarashda bo'lishingizga shohid bo'layotgan bo'lishi mumkin. Biroq sizning ko'zingiz bilan ko'rganingiz bilan reallik hargizmi birdek emas. Bo'ldi bas. Endi bundoq o'zimni aqlaydigan gaplar bilan ichingizni pishirishni to'xtatib, naq gaplarni boshlang. Bu gaplarni deyish uchun Anvar akam idoramizga kelgan ilk kundan boshlab so'zlashga to'g'ri keldi. Shu kuni Anvar akam sizni olg'ili keldi ekan. Siz yig'inga kirib ketgan bo'g'ashqa men uni ishxonangizga kirib o'tirib turishga taklif qilgan edim. Chunki men sizni o'z ochamga ko'rgan ekanman, uni o'z akamdek ko'rishim kerak deb o'yladim. Shu vaqtda Anvar akam ba'zi chaqlarda siz bilan aloqalashmayotganligini, shunga mening nomerimni kirgizib olib, men orqali aloqalashish niyati borligini aytdi. Men uningga ishonganligim uchun uningga nomerimni aytib berdim. Biroq kim o'ylagandaysiz, shuningdan keyin Anvar akam har kuni kech kunduz demasdan menga telefon qilgan, uchir yozgan bo'lib qoldi. Telefon qilmang desam, Mehray sirtqa buzildi. Mening ko'nglim yerim, mening dardimni anglashib bering deb turib oldi. Sizning qandoqligingiz menga 5 qo'ldek ayon acha. Shunaq bo'lganlik uchun sizlarning oilanglarning buzilib ketishining oldini olish uchun Anvar akamga xizmat ishlaydi degan maqsadda uning telefonini olib, sizni aqlashning, uning gumonlarini tugatishning qo'yiga tushdim. Ham sizning xato tushunishingizdan saqlanish uchun bu ishlarni sizdan sir tutishga majbur bo'ldim. Biroq mening bu yaxshi niyatimning hammamizga avvarchilik keltirganligini kim o'ylagandaysiz? Hammani barbod qilgan Anvar akam bir kecha uyga kirmagan ilk oqshom sizning esingizda bo'lsa kerak. Shu kuni kechda ishdan yurib turishimga Anvar akam menga telefon qilib, ko'nglimning yerimligini, siz bilan cho'qim ajrashib ketadiganligini, ham sizdan o'ch oladiganligini aytdi. Uning ro'yxatiga qarab uyga berib, bir ish chiqarib qo'yishdan andish qilib qoldim. Shundaq andish ichida turganimda u yana telefon qilib menga deydigan zarur gap borligini, shunga mening yotiqimga keladiganligini aytdi. Men Anvar akamning ochiqining yenishiga ozroq bo'lsa-mu yordam bo'lar degan umidda unga yotiqimning adresini aytib berdim. U noyda tizla qo'llarida haraq ham zakusqalarni ko'tarib keldi. Men Anvar akamning haraq ichmaydiganligini biletdim. Shunga uning qo'lidagi haraqni ko'rib cho'chib ketib, unga qaytib ketishni aytdim. O qo'shilmadi. Tiq menga tahdid soldi. Men bir ojiz qiz bo'lg'achqa boshqa amal qila olmadim. Bo'pti, ichib bo'lsa dardi shuning bilan chiqib kelsa ketar deb o'yladim. Biroq yana kim bo'lsin, u haraqni ichib bo'pla menga esildi. Ham meni qattiq yaxshi ko'rdiganligini, siz bilan ajrashib ketadiganligini aytib, meni boshqa ishlarga zo'rladi. Men qo'shilmadim. U agar men qo'shilmasam, hozir meni o'ldiradiganligini, andan berib sizni o'ldiradiganligini aytdi. Shundaqda uningga qarashtirib, paxliqimni qo'g'dab sirtqa qechib chiqib ketishga urindim. Ammo har qanchaqmi uning changalidan qechib qutulolmadim. Bo'lgandan keyin o'zimni o'ldirib olmoqchi bo'ldim. Biroq sahrada qolgan ota-onamga chidamadim. Shu kundan keyin Anvar akamdan o'zimni ilib qechishga shunchalik tirishgan bo'lsam-mu, u meni zodil qo'yib bermadi. Ham sizning sirtda biror bilan aralashayotganligingiz to'g'risida aniq fakti borligini, siz orada siz bilan ajrashib, men bilan to'y qiladiganligini aytib, ko'nglimni xotirjam qildi. Gerçi sizning undaq ishni qilmaydiganligingizni aniq bilib tursam-mu, endi menga boshqa chiqish yo'li qolmaganligini o'ylab, shu gaplarga ishonishga majbur bo'ldim.
keyin siz aqlandingiz. Anvar akam sizning qo'rsqingizda o'z kuchli borligini bilgandan keyin siz bilan yarashqis kelib qoldi. Ham menga yolg'on so'zlab o'zini aqlab berishini, shunda qilsam menimi tashlab o'tmaydiganligini, ham menga nurg'un pul beradiganligini aytdi. Aslida sizning ham bolangizning baxti uchun o'zimni qurbon qilish badaliga yoki bu yerdan g'oyib bo'lib Anvar akam ishqonlarni jam qilish qaroriga kelgan edim. Biroq texi bir kun avvalla o'zimning homildor bo'lganligimdan xabar topdim. Anvar akamga har qancha desam ilik olmadi. Texi oqshom yonimga kelib o'zini aqlasam, keyin bolam ishimizga yaxshi qaraydiganligini, bo'lmasa hamma ishdan tinib oladiganligini aytib menga taklif soldi. Men bilaman acha, siz shaharlik ham xizmatingiz muqim. Shunga Anvar akam meni ko'nglida sizga tanqimaydi. Aslida Anvar akamning deganlariga ma'qul bo'lmoqchi edim, biroq sizni bir umr aldab o'tishga ko'nglim bo'lmadi. Balam bo'lmagan bo'lsa o'lib elibla hamma ishdan biroqda qutulatdim. Biroq ko'rsqimdagi sabiy gunohsizda. Acha, men bundoq deb sizga Anvar akamning menga o'tinib bering demayman. Faqat sizning meni xato tushunmasligingizni umid qilaman. Buningdan keyin siz davomli Anvar akamning qonunli ayoli bo'laverasiz. Faqat mening bolamning yetim bo'lmasligi uchun meni Anvar akamdan ayirib etmasangizlar, menga shu kifoya. Bir umr uy xizmatkoringiz bo'lib o'ssam men rozi. Sizga men sababli ketgan barliq arziyatlar uchun sizdan samimiy kechirim so'rayman, acha. Meni kechiring. Sog'lig'ingiz oliyadir. Xat tugadi. Xatning oxiridagi Oliya degan ism ko'zlarimga o'mchikdek sat ko'rinib, xuddi meni hozirla to'rlarga elib, yeb ketadigandek xatni darhol yepib etdim. Nima degan ta'sirlik ha Oliya qiz. O'zimga shundoq deb pichirildim. Agar bu voqelikdagi salbiy personaj men bo'lmagan bo'lsam, bu hikoyangga ishongil tasli qoldi ekan. Seni bo'shchaqlab qoldim, Oliya. Shu topda tanim g'azabdan titrab ketayotdi. Demak, Mehroy allaqachon Oliyaga ishonib bo'ldi. Uni endi qoyil qilib o'zimga ishondirmakim nihoyat tas. Hozircha berib, eliq Oliya degan bilan hisoblashay. Oliya, siz sarong bo'ldingizmi? Oqshom menga nimalarni deganligingizni unutib qoldingizmi? Bu sizning nima qilganingiz? Shu xiyollar bilan Oliyaga telefon qilib, uning telefonini ilchig'ila gap qilishni kutmasdan so'zlab ketdim. Aldırmay so'zlang Anvar, mening kallam noydi joyda, sizning kallangiz sal joyda emasdan qilib turdi. Anvar? Dedim men hayron bo'lgan holda. Chunki bu Oliyaning tunji qitim mening ismimni mo'shundoq udulli atish edi. Kallam joyida deb qo'ying. Ajiba, eliq ta'sirlik to'qilmalarni men yozmagan demaydigan siz-a? Men yozdim. Albatta men yozdim. Lekin to'qilma emas, rost ishlarni yozdim. Siz qachongacha haqiqatdan qochib yurmoqchi? Menga bergan va'dangizni unutib qolmang. Tex tunugilli va'dam va'da degan siz o'zingiz shu-ku. Bo'ldi, siz bilan takallashib o'tirdik, vaqtim yo'q. Hozirla ko'rishaylik. Men Oliyaga eg'iz o'piratganimning foydasi yo'qligini sezib, gapni darhol maqsadimga burdim. Bo'ladi, ko'rishaylik. Baribir buningdan davomli ko'rishib turmiz-ku endi. Oliyaning ma'qulligidan keyin uningga tushlik tomoq vaqtida Udul bizning uyga kelishini aytib o'tib, adresini aytib bergandan keyin telefonni qo'yib, darhol Mehroyga telefon qildim. Qanday gapingiz bo'lsa chiqqanda? Mehroy men bir necha qitim uda telefon qilgandan keyin ming tasdiqda telefonni oldi. Mehroy, bunchalar qilib ketma. Sen necha yillik eringga ishonmay, ajiba shu qo'ng'ildoqning bir ig'iz so'zga ishlab yuramsan. Men bilaman. Amson har qancha gapirsam bekor. Men sen o'zimning pokligimni isbotlab beraman. Tushdi baldiroq uyga kelgan. Lekin uyga keldiganligimni Oliyaga hargiz bildirib qo'yma. Men Oliyani uyga chaqirib qo'ydim. U o'z og'zi bilan haqiqiy ahvolni so'zlab bergandan keyin qaror chiqarsam kechikmaysan. Sendan o'tinay. Menga oxir qitim fursat yaratib bergin. Mushu bir qitimlar. Bo'ladi, sizga ishonay. Lekin bu oxir qitimliq bo'lsin. Agar haqiqiy ahvol sizning aytganingizdek bo'lsa, siz bilan yarashaman. Agar Oliyaning deganlari rost bo'lsa, siz meni avar qilmaysiz. Shu hamonla ajrashimiz. Ma'qul. Mehroyning ma'qulligiga erishishga oldirab, ish
kichikla ma'qullik bildirib lekin bu ma'qullikning vaznining qanchalik ig'irligini telefonni qo'yib o'tgandan keyin his qilishga boshladim. Demak, ish qamlashmasa, Mehrayni pokligimga ishontira olmasam, uning bilan ajrashishga majbur bo'laman. Shunga bugun qandaqlik qilib bo'lmasin, cho'qim Oliyaning haqiqiy abdi bashirsini oshkorlab, haqiqatni oydinlashtirishim kerak. O'zimga shundoq devatgandan keyin Oliya bilan bo'lgan suhbatning eng yomon oqibatlariga ideyamda tayyorlik ko'ribmi qo'ydim. Mehray tushlik tomoq vaqtidan 1 soat burun uyga kelib, mening tushuntirishlarimga pisand qilmasdan yotoq uyga kirib, mökünüp o'ltirdi. Oliyamo ancha hayolchimayla yetib keldi. O Mehrayning bu uyda ekanligini bilsa, hargizmi kammagan bo'ladi. Demak, u bu ishlardan bexabar. Assalomu alaykum. Oliya hijorat degidek uyga kirib keldi. Qiz bola deganmi senda qilin bo'lamdi? Nomus qilmay hijorat ketganingni qara. Bo'pti. Hozir hijiva. Sal turib yig'lab chiqib ketsan-ku. Yig'laysan bu uydan. O'zimga shundoq deb o'tirgandan keyin qapoqlarimni ochmasdan uni uyga boshlab kirdim. Shu topda uni chaynab purkivasam-mo, achchiqim chiqmaydi. Biroq o'zimni oqlash uchun yana o'zimni besib olishimga to'g'ri keladi. Oliya, sizning nimishqa bundoq yolg'on yo'qdaq gaplarni yozib, Mehrayga berganligingizning sababini zodil bilmadim. Men sizga necha qitimlab dedim. Men sizni o'z singlimdek ko'raman. Siz bilan mening oramda undaq munosabat paydo bo'lishi mumkin emas. Balkim kichiklik qilayotgansiz. Men siz unchalar qilib ketgandek yaxshi arma emas. Sizdan xo'sh bo'lay. Bu yo'ldan qayting. Mehray ishimizning baxtli turmushimizni buzib etmang. Anvar aka, Oliya so'zimni anglagandan keyin xuddi artistlardek hayron bo'lgan qiyofatda so'z boshladi. Men qaysi yolg'on so'zlarni Mehray achamga debdiman? Acaba siz yuz bergan ishlardan tinolmoqchimi? Acaba yilq kun yuz bergan ishlarning hammasi yolg'onmi? Yolg'on? Qaysi kunkan u? U kuni biz bir vaqt tamoq yedik xolos. Uningdan boshqa aramizda hech qanday ish bo'lg'ini yo'q. Bo'pti, siz tinavasangiz albatta yolg'on bo'ladi. Mening uyimga kelganligingiz, aroq ichib bo'lgandan keyin qilgan yilqi ishingizni yolg'on demaydigansiz? Yolg'on tursa yolg'on demang, nima deydim? Menga tuhmat qilmang, Oliya. Oliyaga g'azab bilan olaydim. Uning chiroyini o'zgartmay turib deyotgan yolg'on so'zlarini anglab, o'zimni besishga amalsiz qilyotdim. Buncha ola qilib ketmang, Anvar aka. Menni sizga buncha ola chaplashib oldiganga oshiq bir qaror bo'lib qolganim yo'q. Siz meni aldasangiz mayli, lekin qarab turib Mehray achamdek oqko'ngil bir qizni aldasangiz hargiz bo'lmaydi. Men buningga qarab turolmayman. Mendan g'o teniviling, ko'rsqimdagi bolangizni tenilmoqchimisiz? Nima? Nima bola ekan u? Kallangizdan kattangizmi nima? Mana mushu bola. Oliya shundoq deb bir tekshirish qog'ozini oldimga qo'ydi. Ko'p o'qiy olmagan bo'lsam-mu, bu tekshirish qog'oziga mazmunlarni o'qib tushunarlikdek iqtidor menda bor edi. Qog'ozning ustiga yozilgan homildorlik tekshirish qog'ozi degan xanzuchi xat. Tuvandagi qurlardagi Oliya Obul Qosim degan ism. Ham homildor bo'lib qolganlik isbotini ko'rib, beshim aylanib ketayli deb qoldi. Qaysi ashlangdan topgan bola bu? Bu buzuq. Ustiga yer topolmasang, men usay deb keldingmi? G'azabdan o'zimni bosolmay, qo'limdagi tekshirish qog'ozini yerda o'tib, Oliyaning gildan siqdim. Sizdan oshnam bo'lib bering deb oldimga kelgan siz emasmidingiz? Mehraydan ajrashib siz bilan to'y qilaman degan siz emasmidingiz? Amdilikchi tanmoqchimisiz? Naringiz erkak sizning. Issit. Mehray acham ishkimizga sizdek erni nemishqami uchrashtirgan bo'lg'iydi? Oliya qo'limdan yo'lqinib chiqib, qattiq yo'talgan ovozni qo'yitib, yig'lashga boshladi. Men sen bilan rost oshni o'ynamadim. O'yin o'ynayli dedim. U gapni deyishga sen meni majburlading. Shundoq deb bo'lib, yana Oliyaga qarab itildim. Qo'lingizni torting, Anvar. Ichkari uyda zuvan surmay o'ltirgan Mehray chiqib, shundoq dedi-da, Oliyaning gelni siqayotgan qo'limni silkib tushiribdi.
Aca, canım aca, beni keçirin. Aliye Mihrayga esilib yig'lashga boshladi. Mihray jinim, Mihray, jinim Mihray, uningga ishonma. U yolg'on so'zlayotdi. Uning deganlarining hammasi yolg'on. Men faqat seni qo'rqitib qo'yishni o'ylagan. Uning bilan qat'iy oshni o'ynaganim yo'q. Tüfi. Mihray yuzimga shaloq qilib birini tukirib etgandan keyin Sizni o'g'il bola haqiqiy erkak deb yuribdiman. Siz sizga qilgan aqidam, qilgan ishingizga ega bo'lamaydigan sizdek erni erkak degini bo'lsinmi? Dedi-de Aliyening bo'rsidagi qo'llarini tushiritib, har ikkilimizga qarab qo'ymasdan chiqib ketdi. Yelida yig'layotgan Aliye Mihray chiqib ketgandan keyin mening ho'ngrab yig'layotgan holtimga qarab sarangdek qaqoqlab kulib ketdi. Og'zingni yumib darhol bu yerdan yo'qol, bu sarang. O'rlab teshiyotgan g'azabimni bosolmay, menga zangli qilgan nazarda qarab, texich qaqoqlab kulib o'ltirgan Aliyega qattiq varqirdim. Yo'qliman, xotirjam bo'ling, lekin hozir yo'qolganim bilan yana paydo bo'laman. Bizning rishtamiz chigilib bo'ldi, Anvar aka. Endi yeshiman desangizmi yeshib olmaysiz. Aliya g'iljing'ishig'icha ta'ni aralash so'zlashga boshladi. Uning bu so'zlari mening g'azabimni texim o'riltibdi-da, uni bir nim qilib qo'yishdan burun uydan chiqarib etmoqchi bo'lib, qo'ldan tortib, o'rnidan turg'izdim. Menga bunday qilmang, Anvar aka. Dedi Aliya menga qarab qattiq varqirdi. Sizning bunday qiladigan huquqingiz yo'q. Qanday qildim? Men seni o'ltirishdan burun darhol ko'zimni yo'qol. Aliyaning bu beshamliklarga amdi chidab bo'lolmay, rostilla qo'l silib qoldiganligimni his qilib, uni ittirib, ishikning yeniga akeldim. Qo'yib yeting, o'zim chiqa olayman. Dedi Aliya bir qo'li bilan ishikni ichib, meni ittirib turib. Hay Anvar, aqlingiz beshingizga chiqib qolgan o'xshamamdi sizning. Yelimi Mihraydan ayrilib qoldingiz, endi mendanmi ayrilib qolsangiz, holingiz to'limi xatar. Burunqi kunlaringizni o'ylang, Mihray bilan uchrashishdan avvalgi kunlaringizni o'ylang. Xuddi shu vaqtdagidek yolg'iz qolasiz, bildingizmi? Menni sizni tashlab ketsam, sizdek talaga qaragan o'g'ir mushukka hamroh bo'ladigan hech kim qolmaydi. Menga bergan va'dalaringizni aslang. Eng yaxshisi men sizdan voz kechishni o'ylashib ko'rishdan avval endi meni yeningizga qanday ib qilish to'g'riliq yaxshi o'ylanib eling. Xo'sh, men ketdim. O, shundoq deb ishikni jang'ida yopqinicha chiqib ketdi. Avval kulgan, ondan yig'ilgan bir ovoz ishikning sirtidan bo'shlig'ini anglanib, nervlarimni qattiq ching'igandek bo'lib, beshimni qonmonlig'imcha o'ltirib qoldim. Hey Mihray. Söygimizni o'z qo'ling bilan ko'mib tashilding-ku. Muhabbatning asosi ishonch edi-ku. Men bilan shuncha yil bir uyda yashab turib, qalbingda menga nisbatan ozroq ishonchmi turg'izmaganmiding? Meni söyguning, yaxshi ko'rguning mushumidi? Men sendan gumonlangan shu chaqlarimda sening bir tushundirish berishingga tashna bo'lib, qancha qitimlab g'azablarim ustidan ishonch bilan g'olib kelgan emasmidim? Mana endilikda sen yot bir qizning yolg'on yovdoq so'zlariga ishonib, menga tushuntirishga bir qitim fursat bermasdinglar. Meni azobla qo'yniga yolg'iz tashlab ketib qolding-ku. Sening muhabbating soxta bo'lsa, mening rost edi emasmi? Bir kecha o'zimga so'zlab chiqdim. Aytsa deganda men telefon qilib fursat talab qilishdan avval Mihray telefon qilib mening uningga qilgan hiyliqi va'damni esimga silib ajrashni talab qildi. Mihray, men bir tushuntirgidek fursat bersangchi. İşkimiz pushaymon qildigan ish bo'ladi. Cho'qim pushaymon qilasan. Mihray bilan ajrashish uchun kelishtirish o'rniga beribla, uning qo'llariga esilib yalvorishga boshladim. Qo'lingizni torting, Anvar. Mihray qo'llarimni silkitib, men g'azab bilan tikildi. Burun mening nazarimda qilgan ishiga ega bo'ladigan bir mas'uliyatchan er edingiz. Tunugun bu xislatingizdan qalbimdan o'z qo'lingiz bilan uchirib tashladingiz.
Men hiyla ham bo'lsimi sizdan va'dasida turadigan g'ururi bor erkak bo'lanmasimi, er sanalishga loyiq deb qarayman. Endi bu kichikina xislatingizning bo'lsimi qalbimda saqlanishiga yo'l qo'ying. Avval deb qo'yay, bolaning ishini ajrashadigan o'rinda aytmaymiz. Sirtqa qaraganligingiz bilan Aliyaning qo'rsqidagi bolaning ishini e'tirof qilasiz. Har qanday shakldagi kelishtirishni qabul qilmaymiz. Mening endi siz bilan talash tartish qilib o'tirgan vaqtim yo'q. Ajrish uchun bu joylarga kelib yurgim yo'q. Mehrayning qarori keskin edi. Uning chiroyidagi keskinlik ham yuqorida qilgan so'zlardan keyin mening endi so'zlashimning hech qanday foydasi bo'lmaganligini his qilib, zuvanimni tutilishni qaror qildim. İkimiz avval aholilar komitetiga berib, kelishtirish o'rnidan xat olgandan keyin rayonga berib, ajrish rasmiyatini bajardim. Albatta, kelishtiruvchilar avval bizni yarashtirish uchun xilli kuchab baxtiyo, Mehrayning meni ayiblash bayonlarini anglagandan keyin menga til haqorat, sesq gaplarni bir qo'r yog'dirib, rasmiyatlarni bajarib berdi. Texi Mehrayni ustimdan arz qilib, to'lam talab qilish yoki turmaga soltishga da'vat qilganlarmi bo'ldi. Biroq Mehray bunda qilg'isi yo'qligini, mening sirtqi qarshimda o'zining mas'uliyati borligini aytib, bundaq takliflarni chiroyli rad qildi. Bir kun paloqshib, ajrish rasmiyatini bajarib bo'lgandan keyin uyga kelibla muzdek so'g'u suvga o't olgandek qizib ketayotgan yuzimni chilab, bir hazo turayotgandan keyin holsiz qiyofatda aynak qardim. Ey Anvar, sen mushunchalik bir inson, ko'rdingmi? Egan sang bir ayolning haqiqiy muhabbatiga erishgudekmi qiyofat bermabdi emasmi? O'zimga shundoq deb pichirlagan. Tug'ma bug'doy o'nkagan yuzimning o'ng tarafida bir oy burun paydo bo'lib qolgan oq chekitning tangi cho'ngligiga yetay deb qolganligini ko'rib, yuragim qartid qilib qoldi. Chunki bundoq tangilar bosh barmoq, qo'rsoq ham paypoq bo'g'idek joylarimga ancha-muncha paydo bo'lib qolgan bo'lib, yuyungan chig'imda ro'shanlashib badanim qurgandan keyin xunuklashib qoladi. Bugun bu tangining yuzimda bunchalar ravoj tepib ketganligini ko'rib, bir og'inamning yuzi ham qo'l, bo'yin qismlariga ravoj tepib ketgan oq kesil yodimga kelib, o'zimning shundoq kasalga giribdor bo'lganligimdan gumon qilib qelyotdi. Endi bir g'amimga yana bir g'am qo'shilib, yana bir kechani uyqusiz o'tkazib, sardla Uyg'ur tibobat doktorxonasining teri bo'limiga berib, mutaxassisdan nomerdan birini elib, o'chratning kelishini saqladim. Qo'rsoq ham paypoq bo'g'ilgan o'rinlardagi kasallik ko'nrashqa yuz tutibdi. Doktor og'dog'ba o'rinlarni lop aynak bilan bir qo'r kuzatgandan keyin ig'ir bir tinitib so'z boshladi. Qo'l ham yuz qismingizdagi texi yangi paydo bo'ldi. Bu kasal rais a'zolarining xizmatini qalayimqonlashtirib, jigarning rang ishlab chiqarish xizmatini benormallashtirdi. Qon suyib ketishdan shakllangan bir xil kasallik. Siz kasallikni boshda bayqagan vaqtda kelib tashkil etmabsiz. Agar shunday qilgan bo'lsangiz, vaqtida davolash olib berib, kasallikning boshqa o'rinlarga yamirab ketishining oldini olgan bo'ladi. Yelimi davolashga kechikmaysiz. Yuz ham qo'l qismingizdagi davolash orqali asli keltirishimiz mumkin. Pot ham qo'rsoq qismingizdagini davolash qiyin. Lekin boshqa o'rinlarga yamirashni kontrol qilgan bo'ladi. Bu kasallik ko'nirgan sir joylashib ketadi. Şoňlaşky şaraityňyz bolsa, bugün ýatakka kirip dawalanyşyny qabul qiling. Şaraityňyz bolmasa, dogry elip üýüňizde özüňiz işletip köýseňiz boladi. Doktorynyň sözlerini anlap, asman zimin asty üstü bolup ketýatkandek, beşim piqirap put-golum jansızlaşyp, onuňa jogap bermeýle ornumdan turup, doktor işxanasydan çykyşga temşeldi. Işikden çykyş aldyda doktorynyň bir nima bilen däwatganlygy qulqumga anglangandek boldy-yu, lekin onun sözünü düşünüşni xalamay, tez-tez qadamlar bilen meňip birdemdil doktorxana darwazasidan çykyp ketdim. Dert elem üstiga dert degendek, bu elemlerni qabul qilishga amalsiz qelyapatdim. Bu dertlerimni kim aytay? Mehray endi mening derdimni anglamaydi. Onunğa bu bichora holimni ko'rsatgimmi yo'q? Aliya degan bir nima meni faqat og'izda yaxshi ko'rdi. Onun ko'ngildagini tushungilim bo'lmaydi. Onam bo'z ketib qoldi. Endi mening nimam bor?
Dədimni anlaydigan kim bor zodi? Rost. Mening yiliqi yana bir singlim bor. Tuyuqsizla singlimni esimga elib, telefonni qo'limga oldim. Assalomu alaykum aka. Singlimning ovozini anglabla o'zimni tuta olmay, yo'ngrab yig'ilib ketdim. Aka, nima bo'ldingiz? Ayziba mening yig'ilgan ovozimni anglab, menga qo'shilib yig'lashga boshladi. Nimishqa yig'laysiz? Onam yodingizga kelib qolgan o'xshamamdi aka. Yo'q singlim, bana yo'linishga tegishli bo'lgan bir ajizaga ko'z ishimni ko'zitib yurganligimdan nomus qildim bo'g'ay. Darhol yig'dan to'xtadim. Men bak sho'r pishon odam kimman. Nemishqim bu dunyoga to'rilib qolgan bo'g'aydim. Undaq demang aka. Siz hozir nerede? Men hozirli yiningizga boray. Yig'idan to'xtagan bilan ichimga patmayotgan bir ig'iz gapni og'zimdan chiqarib saqlanim uchun Ayziba mendan ansirashga boshladi. Men hozir uyga mangdim. Sizmi uyga kelingsangiz? Ko'rishmaga bir necha kun bo'lg'achqimi, men bu dunyolikdagi birdan bir qarindishimni xeyli sig'inib qolgaydim. Şunu onu Udul'la uyga taklif qilib deb, Udul uyga qarab mangdim. Aka, keldingizmi? Men kelgan vaqtda Ayziba allaqachon kelib, uyning oldida mening kelishimni saqlab turgan edi. Men shundoq deb etib eshikni ochdim. Ochdim-yu, uyga qadam besibla nomusdan yerning tagiga kirib ketgudekli bo'ldim. Chunki mendek xotinsiz bir bo'ytaqning turgan uyi yana qanchalik bo'lmoqchi edi. Hamma yerda chechilib yurgan kiyim-kechaklar, lo'ngilar, necha kunning yoqi bir qitimmi yig'ilib boqmagan dasturxon, sürtülmeginiga uzoq bo'lg'achqa datlashib ketgan oshxona saymonlari, ham mehmonxona uyidagi kirsuv, tomoq shiralari bu narsalarga ko'zim tushishi bilanla xuddi men ko'zimni yumib olsammi, Ayzibomi bu narsalarni ko'rmaydigandek ko'zlarimni ching yumib oldim. Ko'zimni ochgan chig'imda bo'lsa, Ayziba allaqachon mening qalaymaqanchiliklarimni yig'ishtirishga kirishib ketgan edi. Ayol kishi bor uy nemdiga illiqa. Necha vaqtdan buyon Mehraydin gumonlanish bilan bo'lib ketib, uning bu oilalik rolining bu qadar muhimligini xiyolimga keltirib boqmoqdaman. Mana endilikda Ayzibaning astoydillik bilan ishga kirishgan turqi qarab, Mehrayning burun uy tozlagan, kir yuvgan, tamoq etgan, kiyimlarimni dazmollab, kiyimingizni almashtiruling deb kulib turgan, oyg'imni surtayotgan holatlarni ko'z oldimga akilib, ko'zlarimdan ixtiyorsiz yoshlar sirg'ib tushishga boshladi. Aka, nima tamoq yeysiz? Men sizga tamoq etib beray. Ayziba birdamdil uy ichidagi qalaymaqanchiliklarni yig'ishtirib bo'lib, yenimga kelib, mendan so'radi. Bo'ldi so'ngim. Tamoq gelimde o'tmaydi hozir. Elimni sizni ko'p avora qilib etdim. Sizmi kelib o'ltiring. Aksingiz ikkimiz birdan muңdishib olayli. 8-qism. Oshni izlash. Post. Avtori Misranim to'r bekitidan Tayirjon Yusuf o'g'iz. Avozda Abubakar Muxtar Misranim, Fatigil Avut Misrana. Şinjan Misranim Madaniyat tarqitish cheklik shirkati ovozga ilib tayyorladi. Amgikimizga alayda hurmat qiling. Yo'q aka, yilingizdan o'tmasimi zo'rlab yemisingiz bo'lmaydi. Avval taom, ondan kalom debdikan. Avval sizga tamoq etib beray. Ondan qanchalik desangiz, shunchalik mo'dishayli bo'lamdi aka. Ayzibaning qarshilig'iga amalsiz qilib, uzundan buyon yeb boqmagan uy lag'minni yegim borligini aytib, uning baldo'roq tamoq pishirib, elib chiqib, mening dardimni anglashini saqlab o'ltirdim. Ayziba birdamdil o'xshagan bir taqsi lag'manni ko'tarib chiqdi. Nemishqikin uning etgan bu tamoqi menga xuddi rahmatlik onamning bola vaqtlarimda aytib beradigan tamlik lag'manlardek deb, ishtoyim yo'q bo'lsa-mu bir taqsi lag'manni birdamdil yeb bo'ldim. Aka,
Ko'zlaringizdan ig'ir bir g'amni ko'ryapman. Qanday g'amingiz bo'lsa menga ayting. İçingizdagi dardingizni menga to'kib olsangiz, boshqacha yeniklab qolasiz. Dedi Ayziba tomoqdan keyin oshxonaga kirib, qochquchilarni yig'ishtirib etgandan keyin yenimga kelib o'ltirib. Singlim, balkim sizdingmi xabaringiz bordi. Qanday ig'iz ichishni bilmay, birdam sukutda o'ltirib etgandan keyin tasti gap boshladim. Tunugun Mehroya changiz ikkimiz ajrashib ketdik. Ajrashib ketdik? Ayziba bu so'zimni anglagandan keyin hayronlikda og'zini ochib qoldi. Aka, mushundaq muhim ishni men maslhat solmaganingiz nemisi? Nimishqa bundaq yengil taklif qilgansiz? Har qancha ish bo'lsa-mu Mehray acamga yo'l qo'ysangiz bo'ladi-ku. Uning qanchalik yaxshi ayol ekanligini men sizga demasam, siz obdan biladingiz-ku, aka. Ayzibaning ayiblashlari haqliq edi. Chunki men uningmi Mehraydek Aliyaning yolg'on yovdiq so'zlariga ishonib, mening qalbimdagi obrazimga dog' yetishidan ansiraydim. Chunki Ayziba ikkimiz bir qo'rsoq aka-singil bo'lsaqmi, bir uyda yashamag'inimizga uzun bo'lgan bo'lg'ashqa, uning men qanchalik ishonganligiga bir narsa deyolmaydim. Singlim, sizga tushundiray. Siz hech nima demay, mening tushuntirishlarimni anglang. Andan meni ayblasangizmi, hargiz kechikmaysiz. Men shundoq degandan keyin Mehray ikkimizning aramızdan buzulishga sababchi bo'lgan gumonliq kunlardan bugungacha bo'lgan hamma ishni Ayzibaga yipidan yangisigacha so'zlab berdim. Hey ahmoq aka, hey ahmoq aka. Siz onamdanmi ahmoq ekansiz emasmi? Ayziba mening so'zlarimni jimjit turib anglagandan keyin menga esilib yig'lab ketdi. Anam ahmoq, sizni shunchalik sevadigan bo'lsa-mu, sizga qarg'udek yuzim yo'q deb qarab, toki ko'z yumg'onga qadar siz bilan yuztirani ko'rishga jur'at qilolmay, siznimi o'zinimi qiynab keldi. Oqibatda mana sizning oilangiz buzilish girdobig'iga berib qoldi. Endi sizni uni to'g'rab Mehray acamga bergan bir ig'iz va'dangiz uchun uningga tushuntirish fursatidan voz kechganingiz nemisi? Siz vaqt hammani davolaydigan dora degan so'zni anglamaganmi jinim aka? Siz ajrashishga qo'shilmay vaqtni keyiniga so'zgan bo'lsangiz, hech bo'lmagandek men haqiqiy ahvollarni aytgan bo'lsangiz, haqiqatni oydinlashtiradigan faktni tang izlasak bo'lmasmidi? Ilq ahliya degan bir nima haqqacha quvtilgi bo'lgan taqdirdami quyruqidan inilgudek biror yeri bo'ladi emasmi? Xayri o'tgan ishlar o'tib ketdi. Endi bo'lsa-mu Mehray acam bilan yarashadigan amalni qilaylik. Bunchalar umidsizlanib ketma aka. Men cho'qim Mehray acamni qoyil qilib, yeningizga qaytirib kelaman aka. Bo'lmaydi singlim. Endi Mehrayni izlasangiz qat'iy bo'lmaydi. Men Ayzibaning Mehrayni izlab berish to'g'risidagi so'zini anglabla qarshiligimni bildirdim. Nimishqa? Dedi Ayziba yana hayronligini bildirib. Acaba sizmi Hilqi Ahliya degan jin shaytonni rostila yaxshi ko'rib qolgansiz, ha aka? Yo'q, bunday bo'lishi mumkin emas. Men ishonsanglim. Men shundoq degandan keyin qo'llarimdagi oq dog'bar o'rinlarni Ayzibaga ko'rsatdim. Qarang singlim, bular qarang. Men oq kasal bo'lib qoptiman. Bu kasal nayt tez taraqqiy qildi. Kontrol qilishmi nayt qiyin. Hozir hatto yuzimga yurishga boshladi. Uzoq vaqtga qolmay men rangi yo'qolgan bir rangsiz odamga aylanib qolib, hatto badanimdagi tuklarni oqirib ketishi mumkin. Saq vaqtimda qadriga yetmadim. Endi bu kesim bilan uning yeniga berishga qandoqni yuzim chidasin? Men bundoq tursam, Mehray buningdan keyin qandoq yashaydi? Erim kim desa, mendek bir oq kasalni mushu deb haq ko'zitib yuramdi. Bolam bechorchi. Kichkidan boshlab oq kasalning bolasi deb kamsitilib, yaklanib yashamdi. Yo'q. Men o'zim yaxshi ko'radigan ikki insonning men sabablik bundoq aziyatlarni tortishiga qarab turolmayman. Siz mening singlim bo'lsangiz, endi Mehrayga men to'g'riliq hech nima demaslikka va'da bering. Aka!
Baydan beri bulduqlab yig'lab turgan Ayzibaning qo'ynimga o'zini etish bilan yig'lamayman degan menmu o'zimni tutolmay onunğa ergishib kichik boladek ho'ngrab yig'lab ketdim. Aka, endi bo'lg'uliq bo'pti. Endi qanday qilishni o'ylashyapsiz? Dedi ikkimiz bir haza yig'zor qilishgandan keyin. Uyning ichiga bir qur nazar solgandan keyin endi yolg'iz yashamaydigansiz degandek nazarda men qarab. Texi hech qanday ishni o'ylashqidek bo'lmadim. Avval doktorning davolashicha davolanib boqay. Saqayib qolsam uni ko'raman. Saqaymay qolsam tanho peti yashaman. Boshqalarga yolvorib, yelinib, sat ko'rinib yashagandan ko'ra mushundaq yashaganim afzal. Undaq demang aka, dedi Ayziba mening so'zimni anglagandan keyin andikkandek bo'lib. Bir boshqa bir büyük lazım. Jahonning mari uchun tana o'tib o'g'li bo'lmas. Hayotda bo'ron chapqinlarga, qayg'u azoblarga taqabul turg'idek biror hamrohga muhtoj bo'lasiz. Uning ustiga hozir meditsina taraqqiy qilgan shunday vaziyatda turyapmiz. Saqaymas kasallarni saqayotgan tursa, sizning dastlabki bosqichdagi bu kesalingizni saqayib ketar. Umidli bo'ling, ishonchingizni yo'qotmang aka. Mening yaxshi singlim. Ayzibaning tasallilaridan ozroq umidga erishgandek bo'lib, uning qo'llarini ching siqdim. Haris aka. Ayziba bir ishni esiga olgandek bo'lib, menga mehr bilan boqqan ko'zlarda bir kulka vallida yo'rib ketdi. Yilqa Aliya degan qizchu, u rostli sizni yaxshi ko'radigandu. Agar u sizni rostli yaxshi ko'radigan bo'lsa, sizning kesilingizdan uningga deyli. U qo'shilsa shuning bilan to'y qilsangizmi bo'ladi. Yilqi bola mayli bo'lsin yoki bo'lmasin, uningga otliq mehringizni berish badaliga u siz bilan to'y qilsa mayli emasmi aka? Bu mumkin emas singlim. U qo'shilgan taqdirdami men qo'shilolmayman. Uning mehray ikkimizni ayirish uchun qilganlarini mangu yodimdan chiqarib bo'lolmayman. Men Ayzibaning taklifini darhol rad qildim. Aka, o'zingiz dedingiz-ku. Bu kesal bilan mehray ocham bilan yarashmayman deb, uning ustiga bu dunyodan yolg'iz yashab bo'g'ili bo'lsinmi? Keyin biroz bilan to'y qilsangiz, kesalingiz rostini siz degandek hamma yeringizga tarab ketsa, u ayol buni ko'rib, haddidan oshsa, yana bir qatam oilangizning buzilishiga bardoshlik beralamsiz. Yaxshiroq o'ylashib yiqing aka. Kesalingizni bilmaydigan soyib jamollar bilan to'y qilib, ularga yo'lurg'iningizdan ko'ra, kesalingizni biladigan, to'g'ri qaraydigan Aliya bilan to'y qilganingiz yaxshi emasmi? Uning ustiga mushu fursatda Aliya degan bu qizning sizni haqiqiy yaxshi ko'radigan yoki ko'rmaydiganligini bilib olaymiz emasmi? Agar u sizni haqiqiy yaxshi ko'radigan bo'lsa, cho'qim sizning kesalingizni bilsa-mu, siz bilan birga yashashga jur'at qila oladi. Agar u sizdan foydalanish uchun mushunday qilayotgan bo'lsa, mushu fursatda uning haqiqiy abdi basharasini ko'rib olaymiz emasmi? Ayziba ikkimiz uni buni deyishib yurib, oxiri Ayziba Aliyaga haqiqiy ahvolni aytadigan, biz Aliyaning pozitsiyasiga qarab ish tutilgan bo'lib kelishdik. Shu kuni Ayzibaning yo'ldishimi bizning uyga keldi. Bir oila kishilari jam bo'lishib, yarim kechadan oshqanga qadar kang kushoda paranglashdi. Mening atigandagi ko'ngilsizliklarimmi sal pasaygandek bo'lib qoldi. Hayotimda meni kutib turgan sinoqlar keyni-keynidan iz qo'g'lab degidek kelib, mening qabul qilib bosh ko'tarib yashashimni yoki bosh egib hayotimni xarob qilishimni saqlab turmoqda. Kichik chog'larimda cho'nglardan, burunqi chog'larda odamlarning ochliqdan, nomrodlikdan boshqa ishlarga ham qilishim vaqti yetmaydiganligini angladim. Mana emdilikda ba'zilarimiz boy bo'ldik, pul topdik. Qo'rsaqlarimiz to'q, kiyimlarimiz butun. Lekin men baxtlik, mening g'amim yo'q, dardim yo'q deyalaydiganimiz qanchamiz? Nurg'unlarimiz farzand firoqida. Nurg'unlarimiz muhabbatning azobida. Nurg'unlarimiz erkoyda. Nurg'unlarimiz xotun g'amida. Yana nurg'unlarimiz xuddi o'lmay yashaydigandek birni ikki qil o'lishning yoki qo'lda borni saqlab qolishning ko'yda. Agar pul boyliqqa xotirjamlikni setilib, baxtlik oilamni asliga qaytarg'il bo'lsa edi,
men barliqimni sarf etib, shu kunlarimni qaytadan setilib, o'zim qul kabi ishlashga rozi bo'lgan bo'lardim. Mush kunlarda bak ko'p narsalarni o'ylab ketdim. Umr o'zg'i bilan emas, xo'shliq bilan o'lchindiganligini, ish emgakning emas, g'am qayg'uning inson hayotining haqiqiy dushman ekanligini chunqur tushunib ketdim. Yana bir uyqusiz kechani o'tkazgandan keyin tashlab qo'yganim xili kunlar bo'lib qolgan ishimni qo'limga elish uchun do'kkanimga qarab mangdim. Nemishqikin bugun boshqa kunlarga o'xshash g'am bilan xiyolga cho'kib o'ltirmasdan qaytirqinib ishga kirishib ketdim. Balkim qilayotgan ishlarim orqali g'amlarimni unutib ketmoqchi bo'lsam kerak. Demisimi, ishga qancha kirishgan siri kallamdagi meni qiynayotgan xiyollarim shuncha pasiyotgandek qiladi. Nashtisiz holatda bir kun o'lgudek ishlab, kech kirgandan keyin uyga qarab mangdim. Atigandan beri ish bilan unutilib ketgan g'am azoblar qaytadan cho'qimni qatirishga boshladi. Xiyollar bilan eg'irlashib ketayotgan kallamning aksincha putlarim meni birdamdila ishq oldimga akilib qo'ydi. Aliya, siz ishq oldimda man qarab yig'lamsirab turgan Aliyani ko'rib, ixtiyorsizla uning ismini chaqirib, uningga yo g'azablanishimni, yo yig'ilishimning sababini so'rashni bilmay turibla qoldim. U hech nima demay man qarg'inicha yig'lab turdi. Uning man qarashlarida bir hesdashlik tuyg'usining mavj urib turayotganligini his qilib, o'zimni xuddi hayotidan atil mahrum bo'lgan eg'ir kasal odamdek his qilib, ko'zlarimga yosh keldi. Bu yer kelib qopsiz. Yuring, uyga kiraylik. Yig'lab qilishdan burun o'zimni tutish uchun gapni burab, Aliyani uyga boshladim. Shu topda men Aliyaning men bilan to'y qilishga qo'shilmaganligining javobini anglash emas, balki xuddi burunqidek samimiylik urg'ib turgan ko'zlaridagi uchqunga qarab, uningdan mening ham o'zining turmushining xaroblashishining keyinga yoshirilgan cho'nqur sirlarni anglay oladigan yoki anglayolmaydiganligimga bakrak qiziqib qelayotatdim. Men dedim-ku aka, men yeni kelaman deb. Aliyaning uyiga kirguchi degan bu so'zlari meni gangirtib qo'ydi. Rostdan deganda mening qalbimda bu qizga nisbatan muhabbatning paydo bo'lishi mumkin emas edi. Uning bilan birga yashaganimdan bir umr tanho yashashni afzal ko'rardim. Ayzibaning uning bilan ko'rishiga ma'qul bo'lishimdagi sababmi yolg'iz qolishdan qo'rqib, Aliya bilan birga yashash emas, balki Aliyaning og'zidan haqiqatni anglab beqish uchun edi. Aliyaning bugungi pozitsiyasidan Ayzibaning uning bilan ko'rishganligini bilib bo'lgan bo'lsam-mu, biroq yuz berish ehtimolligi bo'lgan ikki xil reallikni qaysining bo'ldiganligini faqatla faraz qilolmayotdim. Hayron qoldingizmi aka? Bugun Ayziba acham kelib, men bilan ko'rishib, hamma ahvollarni menga aytib berdi. Sizga bakli ichim og'riyotdi, lekin nima deb tasalli berishni, sizdan qanday kechirim so'rashni faqatla bilmayapman aka. Bo'ldi Aliya. Men sizning mendan kechirim so'rashingiz kerak emas. Sizning men bilan birga yashashingizning hojati yo'q. Kutayotganim faqat u bo'lsa-mu haqiqatning oydinlashishi. Aka, aldirab ketmang. Men sizga bir boshdan tushundiray. Siz mening so'zlarimni anglab bo'lgandan keyin meni tillasangizmi, ursangizmi, mendan ranjisangizmi, o'zingizning ixtiyoringiz. Lekin avval mening so'zlarimni astoydil anglab beqing. Aliya yig'lamsirab turib, shundoq deb, men ma'qullik bildirib beshimni lang'ishtirgandan keyin hikoyasini boshladi. Men aslida o'z yurtimda ota-onamning amroq qizi bo'lib, baxtli turmush kechirdim. O'zimning mushundaq bir kuyimchan ota-onamning farzandi bo'lib qolganligimdan intayin faxrlandim. Biroq mening bu baxtli kunlarim uzunga bormadi. Men endi to'liqsiz o'tir maktabga ko'chib chiqqan chaqlarimda onam dadamning sirtda bir ayol bilan tepishib olganligini sezib qoldi. Anam bizni yetim qilmaslik uchun shuncha tirishchanlik ko'rsatgan bo'lsa-mu, dadam past ko'ngilga qul bo'lib, bizni tashlab yilqi ayol bilan to'y qilib oldi.
O dastlabki mezgillarda ancha-muncha bizni istab, ushaq-tushak yordamlarni qilib turgan bo'lsa-mu, keyincha yilqi xotindan bir farzand topibla bizni unutib qoldi. Bechara onam bizga ham ona, ham dada bo'lib, ilm ishkimizni beqib cho'ng qilish uchun nurg'un jafo mushaqqatlarni tatdi. O'zi och yursa-mu bizni to'yg'izdi. O'zi yalang'och qolsa-mu bizga kiygizdi. Onamning tortayotgan jafolarga qarab, yaxshi o'qib, cho'ng bo'lgan chig'imda uni cho'qim rohatga erishtirman deb o'z-o'zimga va'dalarni beratdim. Onam davomli menga, "Qizim, yaxshi o'qing. Bu jafolar men bilan ketsin. Siz yaxshi o'qisingizlar, men qinimni setib bo'lsa-mu sizni oxirgacha o'qitaman" deb turadi. Biroq ofat kelsa qo'sh ketdi degandek, men endi to'liq o'tir maktabning buzug'isidan atlagan chog'larimda onam spizraga giriftor bo'lib saqayamay qazo qildi. Inim ikkimiz amonsiz dadamning uyiga berib turishga majbur bo'ldik. O'gay onamning xorlashlari, til haqoratlariga chidamagan inim 11 yoshga kirmay turibla uydan chiqib ketib, iz berigi bo'lmadi. Dadam bo'lgan odam o'gay onamning siziqidan chiqmay, uningga bulishib bizni xorladi. Inim yetib ketgandan keyin uni istab Urumchiga chiqib baxmadi. Men bu ahvollarga qarab, endi bu uyda yashashimning ojidi yo'qligini his qilib, uyni tashlab inimni istab tepish qaroriga keldim. Shunday qilib, o'zimni bilmay Urumchi degan bu shaharga kelib qoldim. Inimni istab tepishga ketadigan pul tugul, kursqimni to'yg'izishga qurbim yetmay, ko'p qiynaldim. Oshxonalardan parcha-purat ishlatib ishladim. Boshqalarning oila xizmatchisi bo'ldim. Bu jarayonda nurg'unlagan yomon niyatli kishilarning yomon g'arazlariga uchrab, pokliqimdan ayrilg'ili tasli qoldim. Shundaqdimi onamning "Qizim, jondan kessangmi, pokliqingdan kechmagin" degan so'zlari yodimga kelib, jafo cheksammi, qiynalsammi, pok yashashga iroda bog'ladim. Inson degan ajoyib bo'ladi ekan. Qiyinchiliklarning bo'ynini kesilishga bosh egmaydigan bir inson ba'zida kichikkina ko'ngilning qo'liga aylanib qoladi ekan. Urumchiga kelib, bir necha yil os bo'lmagan dishvorchiliklarga uchragandan keyin hozirgi xizmat o'rnimga erishib, xotirjamlikka erishdim. Xizmat xo'shligida yurgan shu kunlarimda o'ylamagan yerda mush idorada ishlaydigan, yeshi sizdan ko'p farqlanmaydigan bir akashning ko'ngil talbini topshirib oldim. Dastlabda qo'shilmadim, rad qildim. O'zimni uningga loyiq ko'rmaganmi bo'ldim. Yana bir tarafdan bunday xizmati bor yaxshi yigit menga endi uchramadi. Peshiga chang esilmaymanmi deb ishkilinib qoldim. Biroq inimni izlash orzuyim kuchli bo'lg'achqa bu niyatimdan yana voz kechdim. Chunki men boshqalardan inimning ishkirga kirib ketganligi haqidagi ozroq uchurga ega bo'lgan edim. Shunga ishkirga kirgidek pul xarajat qila olsamla, uni istab ishkirga kirmoqchi bo'ldim. Keyincha o akashning menga ko'yinishlari, izlar qilgan mehr muhabbati oldida o'zimni tutib olmay, o'zimni bilmay ko'nglimni uningga topshirdim. Shuningdan keyingi bir mezgillik muhabbat qaynimning aylaylishi qo'ynida baxtga cho'milib o'tmishimni asta-asta unutilishga boshladim. Hatto inimni izlash irodamdan yoltaydim. Bu yigitdan ayrilib qolmaslik uchun ota-onamning, oilamning ham o'tmishimning hamma deshvorchiliklarini uningdan sir tutdim. Uningdinla emas, yangi xizmat o'rnimdagi barliq yaqin yo'riq do'st birodarlarimning hammasidan sir tutdim. Mihray acham shularning biri. Men ishga tushib bu idorada uchratgan eng oq ko'ngil qiz dan Mihray acham. O menga emas, idoradagi cho'ng kichik hammasiga shunday yiqishliq edi. Har qatam ishkonlarni birga ko'rganimda sizlarga bag'il havas qilardim. Ham yilqi akash bilan meningmi shunday baxtli turmushim bo'lsa-ekan deb orzu qilardim. Biroq o akash menga shunday kuyinigini bilan men bilan boshqalarning oldida ochiq oshkor ko'rishga qo'shilmaydi. Ba'zi uning bu g'alit qilg'iga qarab mendan nomus qildiganmidi yoki meni rostdan yaxshi ko'rmandiganmidi deb o'ylab qolardim. Lekin uning "Aliya, men sizni haqiqatan yaxshi ko'raman. Shunga sizni boshqalarning shalloq qizgan deb qilishni xohlamayman.
Bir kun keladi, ishimiz boshqalarning ko'z oldida to'y qilib, murodimizga yetamiz. Shu chaqda mening qilganlarimning hammasining siz uchun ekanligini tushunib qolasiz, degan so'zlarni anglagandan keyin yana o'z-o'zimni xotirjam qilatdim. Kichikimdan mehr muhabbatga qanmay cho'ng bo'lganligim uchunmi yoki Akash menga rostila shundoq bir kuynamdi ish qilib kun o'tgan sari qalbimdagi Akash muhabbati bag'ansir ulg'ayib beryotdi. Akash aytgan ishqimizning tuyib bo'ladigan, men Akashning haqiqiy muhabbatini tushunib yetadigan shu kunni taqozolik bilan kutayotgan qahrdan qish kunlarining birida Akash meni paranglish uchun bir mehmonxonaga boshlab kirdi. Akashning tatliq erkiltib turib bergan va'dalariga, "Seni menga suyman, bugundan boshlab sen mening xotinim bo'lasan. To'y degan bir rasmiyatqa xolos. To'ydan keyin ishimiz turadiganga uy bo'lmasa bo'lmas. Men hozir maoshimni tejab ishimiz turadiganga uy setib olish uchun tirishyapman. Bilsang'u, Urumchida uyning qanchalik qimmatligini, uning ustiga to'yni oz chiqan bilan qig'ili bo'lmaydi. Shunga hozircha rasmiyatsiz er-xotin bo'laverayli deb yelnish aralash qilgan so'zlarga olinib, noyda tizla onamning so'zlarini unutib, til tayoq, haqoratlarga bosh egmay saqlab kelgan paxliqimni uningga topshirdim. İşten keyin yig'ladim, qaqshidim. Akashning ko'nglimni xotirjam qilib aytgan so'zlarini anglab, yana mayli-ku, qachonla bo'lsin Akash ishimiz hamon to'y qilamiz-ku. Uning ustiga u meni deb jafo tortayotgan tursa, uni to'g'ri tushunishim kerak deb o'zimni xotirjam qildim. Shuningdan keyin Akash 2-3 kunda bir qitim mening yotoq uyimga keladigan bo'lib oldi. Men bara bu ishni ig'ir olmaydigan bo'lib qoldim. Keyin ishimizning texichi to'y qilmaganligimizni o'ylagan cheg'imda yuragimning bir yerlarini yanada ansizlik qoplab oladi. Shunga Akash kelgan vaqtlarda to'y ishni uning yodiga selib qo'yishni sodila unutib qolmaydim. Akashmi oz qoldi, yana ozroq ta'xir qilib tur degan so'zlari bilan ko'nglimni xotirjam qilib qo'yadi. Shunday qilib 1 yilga yaqin vaqt o'tib ketdi. Mehray ocham bilan sizmi to'y qilib bo'ldinglar? Ishqonlarning to'yini ko'rib, sodila o'ltiramay qoldim. Şunun bilan u bir kun yenimga kelganda keskin talaffuzda biz to'y qilaylik dedim. U boshda ko'ni so'zni takrorladi. Men chang turgandan keyin, "Mushu turmushimizning nari yomonken, er-xotindakli o'tyapmiz-ku mana. Yana nimadan rozi bo'lmaysan?" deb ochiqlab ketdi. "Menmi bo'sh kelmay, men sizning oshnangiz emas, meni nima ko'rib qoldingiz? Uy bo'lmasa nima bo'pti? Ijara o'ltiribsam bo'laverdi. So'da mushu oyning ichida to'y qilaylik" deb turib oldim. İşimiz şu tariqada xeyli uzun jadallashgandan keyin u endi yana shundoq jadal qilaveradigan bo'lsang, ikkinchilab yeniga kelmayman deb qattiq varqirab yotoqdan chiqib ketdi. U chiqib ketgandan keyin yolg'iz o'ltirib bir kecha yig'ladim. Uni menga telefon qiladi, hech bo'lmasa uchur bo'lsin yezib qo'ydi. Cho'qim men qattiq tekkanligiga pushaymon qiladi deb o'ylaydim. Biroq shu kuni u idorada meni ko'rib turib ko'rmasga selib oldi. Menga bir qitam telefon qilmadi. Her gün tushlik tomoqni men bilan birga yeydigan odam tushdimi qarsini ko'rsatmadi. Kechda uning yeniga kelishini bakla orzu qilgan edim, biroq u kechdimi yotqimga kelmadi. 2 kunni qayg'u azob bilan intayin taslikda o'tkazgandan keyin chidab bo'lmay uni o'zim izlab bordim. Chunki bu mening qalbimning onamdan ayrilgandan keyin ikkinchi qatim yana birisidan ayrilib qolishdan qo'rqishi edi. "Nim deb kelding?" Men uning yeniga berib anglagan tunji so'z mushi edi. Men ish bo'lmaganda uni meni kechir demagan taqdirdimi ko'zlarimdagi yoshni surtib qo'ydi deb o'ylagan edi. Biroq u ko'z yoshlarimga qarabmi qo'ymasdan shundoq dedi. "Menga bunda qo'pol tegmang. Yelimi 2 kunning yoqi oz-oz tatmadim" dedim men yolvurish ohangida. "O'zingdan ko'r, kimsini to'y qilaman deb jidal qilsin" debdi. Mening to'y qilayli deganimning nari yomon. Agar siz meni rost yaxshi ko'radigan bo'lsangiz, xush bo'lsangiz bo'ladi-ku asli. Menga nimishqa bunchalar ochiqlab berasiz? Bo'ldi ket, ko'zimdan yo'qol. Sen tuzalmagidaksan. Uning qo'lini shiltib turib aytgan bu so'zlardan o'zimni osmondan yerga tashlagandek his qilib, butun badanim jaqildab titrab ketdi. Uning yenidan ketdim. Lekin kunlarim yanada uning bilan o'tkazgan go'zal kunlarni eslash hem onun menga qilgan qo'polliklari uchun dard chekish bilan o'tdi. Uning yenidan ketadigan cheg'imda uni cho'qim unutib ketaman. Pokliqim yo'qolsa nima bo'pti? Endi erkak soatiga yaqin kelmasammi bo'ladi? Buningdan burunmi tanho yashagan edim. Buningdan keyinmi tanho yashasam nima bo'pti deb o'ylagan edim.
Biroq 2 kun o'tmay turibla yana chidayolmay uni izlab berib, o'zimdan hech qanday xatolik o'tmaganligini bilib turibmi, uningdan kechirim so'radim. To'y ishini taku og'ziga olmaganga qadar og'zimdan chiqarmaslikqa va'da berdim. U bir talay og'irni o'tgandan keyin o'zining meni yaxshi ko'rdiganligini, biroq hozir men bilan to'y qilishga amonsiz ekanligini, kechda yinimga boradiganligini aytib, meni yo'lga soldi. Shunday qilib uning bilan atlashib oldim. Biroq uning bo'lgan qalbimdagi ishonch tuyg'usi intayin tövallab, kunlarim ansirash ham dakudagi ichida o'tishga boshladi. Qo'rqqanga qo'sh ko'rinar degandek men ansirgan ish oxir yuz berdi. Yiliqi jadal bo'lib uzun o'tmay, u xizmatini yurtiga yetkazib ketdi. Men birga ketayli deb shuncha yolg'irgan bo'lsam-mu, u sen turib men berib cho'nglarga maslahat selib, elchi avatib to'y qilgandan keyin seni yinimga akilib olaman deb ko'nglimni xotirjam qildi. U dastlabda yurtga qaytgandan keyin menga telefon qilib ko'nglimni xotirjam qilib turdi. Keyinchi telefonning qitim soni ozlab, kunda bir qitim qilinadigan telefon haftada bir qitimga tushib qoldi. Men telefon qilsam, mulozimat rayonida emas, etik degandek mulozimatlarning ovozini anglab, bora-bora ko'nglimga gumon tushishga boshladi. Dal shu andishli kunlarda yurgan chaqlarimda o'zimning omildar bo'lib qolganligimni sezib, texmi qattiq andishiga mubtala bo'lib, endi uni istab bormasam bo'lmaydiganligini his qilib, u burun menga deb bergan adres bo'yicha yurtiga istab bordim. Uning uyiga borgan chig'imda chiroyliqini bir qiz chiqib, meni uyiga boshlab kirdi. Ko'nglimda uni cho'qim singlisi bo'lsa kerak deb o'ylab, o'zimni Akashning loyiqi deyishdan o'ylab, men uning xizmatdoshi deb tanishtirdim. Qiz menga aslida to'yimizga aytmoqchi edik, u xizmatdoshlarimni qiynab qo'ymaymiz, aytmayli deb turib olgan. Siz birisidan anglab yo'qlab kelgan o'xshamamsiz, dedi. 9-qism. Bu degan bu so'zni anglash bilan tang boshlarim pirqirab, ho'shimdan ketishga tasla qoldim. Nima deyman? Men uning loyiqi, kursqimda Iranning bolasi bor deb bu ayol bilan chaplashib o'ltirib, yoqqa yurtda o'zimni sharmroz qilamdim. Yo'q, men tez u holga tushib qolmadim-ku. Ko'ngil yerimchiligi qattiq azob ichida Urumchiga qaytib keldim. Endi bu yot shaharda qanday yashash, qanday turmush kechirish, kursqimdagi bu narsalarni tug'ish yoki oldirib yetish menga bir g'am bo'layotdi. U ko'nglimdagi g'amlarga qo'shilib, kundan-kuniga cho'mib beryotdi. Men g'amga cho'kkan sari Mihray ocham ishqonlarning turmushi vaqtga cho'milib ketayotganligiga qarab, ichimda o'zimni to'ymayla bir hasad o'ti yolqinjashqa boshladi. Yolg'iz Mihray ochamgina emas, shu vaqtda atrofimda bir-biriga amroq bo'lib yashayotgan barliq ayollarga nisbatan bir xil o'chmalik tuyg'usi yuragimni ko'ydirib, tuyg'ularimni ochiq hislarga, yomon xayollarga boshlab qo'ygan edi. Shundaq kunlarda siz Mihray ochamni istab keldingiz. Sizning jiddiylashgan taqdirqingiz ham qiyofatingizdan Mihray ochamdan qandaqdir bir gumonlarga cho'kib, idoraga kelganligingizni bilib olishim qiyin emas edi. Sizning shu qiyofatingizga qarab qalbimda qandaqdir bir ochiq xayollar uyg'onib, sizni menga nisbatan bir yaxshi ta'sir qoldirib, amalda o'zimni bir oq ko'ngil, ishchan, sodda sahra qiz qilib ko'rsatishga tirishdim. Uyga qaytgandan keyin ichimdagi hasad o'tiga dunyoga oxirida bo'lish oldida turgan qo'rsqimdagi bolamning kelgusi taqdiri to'g'risidagi ochiq xayollar qo'shilib, bir kechani uyqusiz o'tkazdim. O'zimning ham inimning yetinchilikda tortgan dard alamlarimiz ham layoqatsiz bir dodining quliga qilib uchirgan shum taqdirimizni asga olsamla, bolamning kelgusida shunday qismatlarni boshdan kechirganligini o'ylab qattiq azoblandim. Uyan o'ylab, buyan o'ylab, qallamga bir xil amal keldi. Bir chalma bilan chiqpoqdakni so'qqili bo'ladigan bu amaldan o'zimni qavatli suyunib ketdim. Chunki bu amal bilan ham Mihray ocham bilan sizni ayirib etib, qalbimdagi hasad tuyg'ularidan mustasno bo'la oldim. Ham sizni uningdan tortib olib, bolamga har jihatdan layoqatli bir dodi tepib bera oldim. Bolamga dodi tepib, qalbimdagi hasadni pasaytiradigan amalni tepib qo'ygan bilan, uni amalga oshiradigan loyiha topolmay yurgan kunlarimning birida ishdan qaytib etib, sizni idora darvozasining qarshi tarafida ko'rib qoldim. Shu vaqtda Mihray ocham darvozadan chiqib ketyotdi. O'ylamgan yerdan u sizni ko'rmay ilqi qor mashinaga chiqib ketib qoldi. Bu ishlarni ko'ribla sizning chiroyingiz tatirib ketdi. Bayondan beri hamma ishni ko'zda turg'ashqa, endi fursatning yetib kelganligini his qilib, eg'izingizga tushdim. Xuddi mening o'ylaganimdekla siz meni bayqamadingiz.
Onun üstüge çügülep yürüp, yeni bizning idoraning oldiga kelib, menga sizga gap qilish fursatini yaratib berdingiz. Burun Mehray acamning ancha-muncha telefonda bir ayol bilan paranglashganligini anglab qolatdim. İdarening orqa hovlisida uni birsi bilan ko'rganim rost edi. U erkish emas, balki Mehray acamning bir do'sti edi. Shuncha yiroqda turib, ularning so'zini anglab qolishim mumkin emas edi. Qora mashinaning bir qancha qatam Mehray acamni elib ketgani rost edi-yu, lekin burun men bir necha qatam zansib qarab kuzatgan bo'lsam-mu, qora mashinadagi er bilan Mehray acam ikkisidan hech qanday benormal yaqinlashgan alomatlar bayqalmagan edi. Maşındaq turuqliq yuqorida kuzatgan ahvollarimdan kurashtirib, yiliq kuni oqshom sizning gumon o'tlaringizni ulg'aytgan yilqi hikoyalarni to'qib bog'lashtirdim. Bu hikoyalarim o'ylaganimdagidek unum berib, siz bir kecha Mehray acamning uyiniga kirmadingiz. Qolgan ishlar sizga ayon. Aranglardagi ziddiyatning qaysi darajaga borganligini bilmay titib bo'lib yurgan kunlarimning birida siz yana meni izlab kelib, o'zingizga yolg'on oshna bo'lib berishni o'tindingiz. Oshna degan bu so'zni anglab dastlabda shunda g'azablangan bo'lsam-mu, biroq birdan o'ylangandan keyin sizga yolg'on oshna bo'lishning menga foydali ekanligini his qilib, sizdan yeni xabarni ustulik bilan elib olib, ko'nglimni xotirjam qilib oldim. Keyin ishlar texmo murakkablashib, siz Mehray acam bilan ajrashib ketmoqchi bo'ldingiz. Shu vaqtlarda qanchalik xushal bo'lib umidga to'lganligimni siz bilmaysiz. Biroq bu xushalligimni siz so'lashtirdingiz. Menga bergan va'dingizni unutib, meni nazaringizdan butunlay saqit qilib etdingiz. Shu vaqtlarda vujudimdagi ikkinchi qatim yana bir er tarafidan oldingandek sezim qoplab, o'zimni kontrol qilishga amalsiz qilib, yiliqi nomunsiz akashqa bo'lgan o'shmanligimning hammasini sizga ittirib, texmo vahshiylashib, ishqinlarning oilasini buzishga ochiq oshkora kuchashga boshladim. Dal shu vaqtlarda Aysiba acam o'tirib tushib, Mehray acamni aqlab sizning qalbingizdagi unga bo'lgan muhabbatingizni qaytadan uyg'otib, gumon o'tlaringizni o'chirib tashladi. Men bu vaziyatga moslashib, endi sizning qalbingizni gumon bilan zaharlashga mumkin bo'lmaydiganligini tushunib yetib, nazarimni Mehray acamga qaratib, idorada ochiq oshkor holda siz bilan mening munosabatim to'g'riliq gap so'zlar tarqatishga boshladim. Mening bu amalim o'zim o'ylagandan bakarak unum berib, ishqinglarning yarashib olishinglarga to'sqin bo'lishga boshladi. Biroq siz qajliq qilib, joylik bilan o'zingizni aqlab, Mehray acam bilan yarashib olishga davomli urindingiz. Ham meni istab kelib, Mehray acamga o'zingizni aqlab berishni o'tindingiz. Men yana bir qatim, yana bir erning o'yinchiq bo'lib qolishni hargiz xohlamaydim. Lekin sizga yo'q deb qalbingizda gumon qo'zg'ab qo'yganimdan, sizni xotirjam qilib qo'yib turib, Mehray acamga hujum qilganimning yaxshiligini tushunib yetib, sizni ma'qul deb yo'lga selib etib, Mehray acamga yilqi xatni yozdim. Xatda haqiqatan qo'yli qilarlik yozilgan edi. Chunki Mehray acam xatdagi voqealikning bir guvohchisi sifatida sizning uyga kirganligingiz ham men bilan aloqalashib turayotganligingizni ko'rib turg'ichi edi. Onun ustiga siz meni o'zingizga oshna bo'lishga taklif qilganligingizdan tinib olmayapsınız. Ham bizning oramizdagi oshindarchilik yolg'on deb o'zingizni aqlab bo'la olishingiz mumkin emas edi. Chunki reallikda oshna degan so'zning rost yolg'oni yo'q. Men bir ayol, siz bir erkak bo'lish sifatingiz bilan men bilan qo'ltiqlashib mang'inim yolg'on deb Mehray acamning ko'zlarini oldi olishingiz mumkin emas. Siz meni yolg'on oshna bo'lishga taklif qilgan shu chaqdala o'zingizning bir kinoda rol elayotgan bosh personaj bo'lmasdan reallikda yashayotgan bir ayolning eri ekanligingizni o'ylab yetishingiz kerak edi. Atskash siz meni uyingizga taklif qildingiz. Muomalangiz shunday yaxshi. Xuddi hech bo'lmagandeklar. Meningcha bo'lganda siz menga telefonda chiqmishingiz, bir ishga haftada yolg'izlik tortishingiz, Ondan men sizni izlab berib, yolg'izlik qolgan qalbingizga hamroh bo'lib, asta-asta yuragingizni illatishim kerak edi. Meni bunchalik tez uyingizga taklif qilganligingizdan qandaqdir bir shumliqni to'ygandek bo'lib, alayda tayyorlik bilan uyingizga bordim. O'ylagandeklar, men ishga yig'iz gapni boshlamaslardan ishkirdagi uydan Mehray acamning mishildab yorilgan boshqani ovozini anglab qoldimda, texana qaytib turib, sizni qarlashga boshladim. Planlarım o'ylaganimdan bakarak unum berib, Mehray acam men ketmay turib yuzingizga bir dastak selib chiqib ketdi. Qolgan ishlarning hammasidan siz mendan bakarak xabardorsiz. Shunday qilib Mehray acam bilan siz ajrashib ketdingiz.
Aslida 1-2 haftani o'tkazib, siz toza yolg'izlik tortgan chaqda sizni yenimga tortmoqchi bo'lgan edim. Biroq necha kun o'tmay turibla Aysba achan istab kelib, menga yiliqi shu xabarni yetkazdi. Onunğa o'ylash faqay deb javob berib qaytarib aytgandan keyin intayin ko'p o'ylanib, ondan bu yerga keldim. Meningcha bo'lganda qanday kasal bo'lsangiz-mu parvoyim falakdek yashayverdim. Chunki hozir menga nisbatan er kishi degan xuddi bir oila buyumiga o'xshashli tuyuladigan bo'lib qolgan. Shunga yeningizga ma'qul deyish niyatida kelgan edim. Biroq yo'lda kelgicha shuncha o'la qilgan ishimning hammasining qursqimdagi bolam uchun ekanligini o'ylab, kelgusida narsida bolamning dadisi oq kasal deb kamsitilishdan, ham qizlarning ersiyat bo'lib qolishdan ansirab, ko'ngildagidek loyiq topolmay turmushining ko'ngilsiz bo'lib qolishdan ansirab, bu niyatimdan yana yenildim. Meni tillasangizmi, ursangizmi mayli, men chidayman. Chunki bu ishlar men uchun hech nima emas. Men balamni deb shuncha yolg'onlarni rost qila olgan ekanman, yana uni deb bu tayoq haqoratlarga chiday olmayman. Mening hikoyam tugadi. Men sizga meni kechiring demayman. Ham sizning kechirishingizga muhtoj emasman. Siz o'zingizga o'zingiz qildingiz. Beshingizga balani chillab aytdingiz. Sizga desam, siz dunyodagi eng layoqatsiz er emas, lekin eng hamoqat er ekansiz. Mening hozir o'zimni birdan-bir yuz kelamaydigandek his qilgan odamim dal Mehray acam. Chunki u butunlay gunohsiz turib, mushundaq shun qismatlarga uchirdi. Mening sababimdan qalbi asar yedi, oilasi buzildi. Ben hozirla uning yoniga boraman. Uningga hamma ahvollarni aytaman. U meni qanday jazolasa, hatto turmaga so'ldi vatsimi men rozi. Mayli, haqliq bo'ling yoki naq bo'ling. Oxirgi hisobda bu mening sizdan kechirim so'rag'anim bo'lib qolsin. Xo'sh aka, men ketdim. Aliya so'zini tugatib, o'rnidan turib, eshik tarafga qarab mangdi. Aliya baydan beri jimjit o'ltirib, Aliyaning hikoyasini boshdan oyoq anglab o'ltirib, hikoya oxirlashguncha necha qitim gap qistirg'im kelgan bo'lsa-mu, boshdagi va'dam bo'yicha og'zimni yumib o'ltirib, uning so'zlarining tugishini saqlab o'tirgan bo'lsam-mu, uning so'zi tukkan chaqda hech nim deyamay, uning ismini bo'shqin ovozda chaqirib, nim deyishni faqatla bilanmadim. Ha? Aliya kayniga burilib, men qaradi. Meni kechiring. Uningdan nemishqa kechirim so'raydiganligimni bilmaydim. Lekin qildig'anga buningdan boshqa hech qanday gap topolmadim. Xo'sh. Aliya shundoq deb ikki qo'lini uzatib, yana kayniga buraldi. Sizga mendan nasihat bo'lib qolsin aka. Endi bundaq ahmoqlik qilmang. Esingizda bo'lsin, buningdan keyin hech qanday bir ayolning hissiyoti bilan o'ynashmang. Bo'lmasa rostlik yolg'iz qolasiz. Menga yolg'iz qolasiz. Ha rost, yilqi erni nemishqa ismini chaqirmay, akash deb tushundirganimga qiziqayotgan siz balkim. Sizga buning sababini deb beray. Chunki u men chin qalbimdan suydigan odam. U mayli aski bo'lsin yoki yaxshi bo'lsin, uning askiligini dunyoga namoyon qilishga ko'nglim olmaydi. Shunga sizmi xotirjam bo'ling. Mehray achammo sizdan hargiz voz kechmaydi. Aliya chiqib ketdi. Men yo Aliyaning ichinishlik hikoyasiga ishonib, uningga ich og'irtishni yoki shunchalar o'ng'ishsizlik ham uvolchiliklardan keyin haqiqatning oydin bo'lib, Mehrayning oldida oqlanib, uni muhabbatimga qaytadan erishadiganligimga tantana qilishni bilamay, garang holatda beshimni singiltib o'ltirib qoldim. Meningcha bo'lganda qanday kasal bo'lsangizmi parvoyim pelak deb yashayverdim. Chunki hozir menga nisbatan er kishi degan xuddi bir oila buyumiga o'xshashla tuyuladigan bo'lib qolgan. Shunga yeningizga ma'qul deyish niyatida kelgan edim, biroq yo'lda kelgicha shunchalar qilgan ishimning hammasining qo'rsqimdagi bolam uchun ekanligini o'ylab, kelgusida narsida bolamning dadisi oq kasal deb kamsitilishdan, ham qizlarning ersiyat bo'lib qolishdan ansirab, ko'ngildagidek loyiq topolmay turmushining ko'ngilsiz bo'lib qolishdan ansirab, bu niyatimdan yanada yenib oldim. Tuyuqsizlar Aliyaning yuqorqi so'zlari yodimga kelib, kallamdagi garangchilik texim eg'irlashib ketdi. Aliya jinda dadisining tayin yo'q bolasiga dada bo'lishga meni layoqatsiz deb o'ylaydigan tursa, o'z pushtimdan bo'lgan farzandimning kelgusida Aliya aytgandek qismatlarga uchrashiga men qanday chidab tura olayman?
Aliya bilan ko'rishgandan keyin Mehray cho'qim mening yelimga qaytib keladi. Biroq mening keslimning taraqqiy qilishiga ergishib, uning menga bo'lgan muhabbati bara-bara suslaydi. Balamiz cho'ng bo'lgan sari u uchrayotgan o'ng'ishsizliklarga qarab, muhabbat bo'lgan sari o'chmanlikka qarab taraqqiy qiladi. Yo'q, bunday bo'lsa hargiz bo'lmaydi. Men yana bir qatam Mehrayning muhabbatidan mahrum qilishga chidab turolmayman. Eng yaxshisi mush yerda to'xtab qolay. Mehray meni yaramsiz, buzuq er deb o'ylab, yangidan baxtini tepib olsin. Balamni mendek jamiyat tarafidan kamsitiladigan dadisidan qutulsin. Men bundan keyin dadillik majburiyatim bo'yicha iqtisodiy jihatdan uningga yordam qilib tursam-la bo'ldi. Shu xiyollar bilan Aliyaning oldin to'sish uchun telefonni qo'limga oldim va intayin jiddiy kayfiyatda Aliya, "Tex Mehray bilan ko'rishmagansiz?" dedim. Aldırıp ketdingizmi? Aldırmang, az qaldim, xotirjam bo'ling. Sal turib men dunyodagi eng razil ayolga, siz eng pok, sodda ham oq ko'ngil erga aylansiz. Aliya ta'ni aralash so'zlashga boshladi. Aliya, meni xato tushunyapsiz. Mening sizga telefon qilishimdagi maqsadim bu emas. Siz Mehray bilan ko'rishmagan bo'lsangiz, darhol keyningizga yening. Endi uning bilan ko'rishmang. Uningga hech nima demang. Sarang bo'ldingizmi, aka? Bu nima deganingiz? Siz mening ashunday qilishimni xohlaydingizmi? Mendan o'tinib yig'lab ketgan edingizmi? Endi sizga nima bo'ldi? Ajiba sizning Mehray ocham yo'qmi? Unutib qolmang. Bu sizning uni yiningizga qaytarib kelishdagi birdan-bir ham oxirgi fursatingizmi? Bilaman, hammani bilaman. Biroq sizmi o'ylab beqing. Siz bolangiz uchun qilganni menmi qila olishim kerak. Siz bolangizga ravo ko'rmaganni men ravo ko'rsam qandoq bo'ldi? Agar o'zingizni mening oldimda azroq bo'lsin gunohkor hisoblasangiz, darhol keyningizga yening. Bilishingiz kerakki, bunday qilganingiz Mehray uchunmi foydali? O'zingizmi Mehrayga yuz kelolmaydiganligingizni aytdingiz-ku. Uning baxtini bir qitim vayron qildingiz. Endi o'zingiz yaratmagan, ham xohlamagan erni uningga qaytarib beraman deb, uning baxtini yana bir qitim vayron qilmoqchimisiz? Aliya so'zimni anglab jimib ketdi. Men uning ikkilinib qolganligini sezib, fursatdan foydalanib, uni qaytib kelishga majburlab, endi Mehrayga hech nima demaslikka va'da elib olgandan keyin telefonni qo'yib etdim. Shunda qilib, mening oxirgi aqlanish fursatim yo'q chiqdi. Nemishkin ba'zilarning bu kasal saqaymaydi degan so'zlarini anglabli tursammi, menda saqayib chiqishga bo'lgan umid intayin kuchli edi. Shundoq bo'lg'achqa yangidan yuqumlangan, qisqagina bir necha oy ichida Urumchidagi oq kasalni davolaydigan bir necha doktorxona shifoxonalarga kirib davolandim. Ba'zilarda qora pigment ko'plik o'rni rangi asl kelgan bo'lsa-mu, yangi kasallikning ko'payishini tizgilayolmadi. Ba'zilarining bo'lsa doriları terimde sezgürlük yoki yarı egizlerini paydo qilib, qo'shimcha kasallik bilan shakllantirib qo'ydi. Shuning bilan bir necha oy davolangandan keyin bu o'rinlarda saqayishdan voz kechib, uyga yenib kelib, kasbimni davomlashtirdim. Saqayishdan umid uzlayl deb qolgan kunlarning birida singlim Ayziba xushallikdan og'zi qulqiga yetguncha meni izlab keldi. Aka, ishingizni qo'yib men bilan yuring. U shundoq deb mening qo'limdan yetlab mangdi. Nega bormiz? Yeli bilib qolsiz, sizga bir xushallik bor. Qanday xushallik u? Men aytsangiz-chi? Yo'q, aytmayman. Yeli bilsiz dedim bu aka. Ayziba shundoq deb meni yetlab, xil uzoq mangandan keyin bir Navoiyxonning oldiga kelib, to'xtab, men bilan yeshi ancha ko'p farqlanmaydigan bir yigitni ko'rsatdi. Qarang aka, av balaga. Tova, ma qiz bola. Men o'g'il bolani ko'zdim, nima deydigandi? U bizning yo'qitib qo'ygan qarindishimizga emas bo'g'iydi. Undaq bo'lishi mumkin emas. Biz ikkili bal tursak, ichimda shundoq o'ylab, Ayzibaning bu yigit bilan munosabatli qandoq bir xo'sh xabar borligini bilamay, gangirg'inancha uni bir yonga tortib, "Sana sarang bo'ldingizmi nima? Meni bu balning yiniga boshlab kelsiz? Ya men uni tonimasam?" dedim. Oldirmanga aka, avval bu bola bilan bir ko'rishib o'ting. U shundoq deb meni uning bilan ko'rishtirdi. Tinchilab,
Teş turupsizlar ya. Yigitning to'liq xotin talaffuzdan uning xotindan kelganligini bilib olish tas emas edi. Teşlaq, o'zinglarmi teshliqdi? Menmi uningga mos holda javob qaytargandan keyin Ayziba menga uning qo'lini sharatildi. Uning qo'lda nima voqea borligi qiziqib, darhol sinchilab qaradim. Biroq hech qanday g'ayri alomatni payqamadim. Aka, Ayziba mening chiroyimdagi qaranglikqa qarab, menga bir ishni tushundirmoqchi bo'lgandek yenimga keldi. qarang, uning qo'lida benormal alomatlar bormikan? Ya yo'q-ku. Men hayronlik bilan yana bir qatim kuzatib etdim. Yo'q, ayna, hozir yo'q. Saqaydi. Xotellik bola alqonlarini o'rib menga ko'rsatdi. Aka, bu akamiz xotandan ketdi. Men davomli uningdan non setib olatdim. Bir kuni uning bilan paranglashib qolib, burun uningni sizday kasal bo'lib qolganligini, yurtidagi bir tiyubqa yarim yildan ortiq davolanib salamaza saqib ketganligi, kasallikning qayta qo'zg'almaganligini aytib berdi. Qarasam rost degandek, uningda hech qanday bir kasallik alomati yo'q ekan. Shunga sizni o'z quloqi bilan anglab, ko'zi bilan ko'rib baqsin deb bu yerga boshlab keldim. Rasmi? Ko'zlarimga yosh kelgandek bo'lib, Nava yigitga qarab talmirdim. Keslimga davo tepilganligidan shodlanib, uni xuddi o'zimning uydagi o'rindiqqa boshlagandek to'nirning bir tarafiga qo'yilgan o'rindiqqa boshlab kelib o'ltirib parangga tushdim. Yigit menga yurtida bir tabibning borligini, maxsus mush kasalni davolab sallamaza saqaytirganligini, davolanganlarning kasalning qayta qo'zg'almaydiganligini, lekin cho'qim uzun muddat obdobga qoqilganligimiz ham ochiq dori yeb farz tutilganligimizni, irodam kuchli bo'lmasa barg'inimizning foydasi yo'qligini aytib berdi. Mening davolanib saqayish irodam kuchli bo'lganligi uchun uningdan heliq tibib bilan aloqalashib berishni o'tindim. Shu kunning o'zida uning bilan aloqalashib Xotan viloyatining Qaraqash noyisiga qarab yo'lga chiqdim. Cho'qim chidayman. Har qanday jafoliq bo'lsin chidayman. Saqaymig'icha Urumchiga hargiz qaytmayman. Ulug' Allohim, bu mudayish kislimga o'zing shifo bergin. O'zing bergan kasallikni o'z qo'ling bilan tenimdan ajratqin. Yo'l bo'yi o'zimni shundoq deb rag'batlantirdim. Allohning kislimga shifolik berishini qayta tilaydim. Mehray bilan qayta jam bo'ladigan kunning keldiganligini o'ylab, o'zimga madad tilaydim. Chunki men saqaysamla, ondan Mehrayning yeniga qayta olaydim. Ajrashgandan beri uning bilan yuzdirani ko'rishib boqmagan bo'lsam-mi, lekin har vaqt uning ahvolini egallab, uni o'g'irliqchi marab yurgashga, uning qo'rsiqining kundan kunga yo'g'nayotganligini, ham qayta turmush qurish o'yining yo'qligini bilatdim. Uning ustiga garchi Oliya bilan shuningdan keyin qayta ko'rishib boqmagan bo'lsam-mi, uning qo'rsiqidagi bolni oldiritib, xizmatidan istifa berib, enisini izlash uchun ishkirga kirib ketganini boshqalardan anglaganligim uchun Mehrayning cho'qim bu ishlarning sababi to'g'riliq o'ylanib, meni ozroq bo'lsin tushunib yetganligiga ishondim. Sapmasaq bir kech kunduzdan keyin Qaraqashga yetib kelib, mashinadan tushib, yeliq tebib bilan aloqalashib, uning uyiga boradigan mashina bekitga kelibla, udul shu yiziqqa qarab mangdim. Qaraganda sizmi oq kasal bo'lib qolgan o'xshamamsiz? Shopirning tuyuqsiz so'ragan savoliga ta'malliqqa nima deb javob berishni bilmay, tang'irqab qoldim. Qandoq deysiz? Siz boradigan tebibni bizning yezda bilmaydigan odam yo'q. U maxsus mush kasalni davolaydi. Farz tutish ham obdobga qoqilish qilib chiday olsangiz 100% saqayta oladi. Chiday olmasangiz haydirdi. Shopirning so'ziga shundoq deb qo'yibla, zuvan so'rmay o'ltirib olib, ichimda jafo tassam nim bo'pti. Men tartib boqmagan jafom bormi bu dunyoda? Xalqning oq kasalkan deb qichib yurganini ko'rgandan ko'ra, jafo tartsammi, saqayib ketib, beshimni ko'tarib yashag'anim yaxshi emasmi deb o'zimga so'zlab qo'ydim. Assalomu alaykum. Shopir meni Udulla tebibning bozorga joylashgan kichikkin do'rg'onsiga akilib qo'ygandan keyin kiribla nima deyishimni bilmay, bo'shqin ovoz bilan shundoq dedim. Va alaykum assalom. Tinch keldingizmi?
60 yoshlarning qarsini olgan tevib xushxo'ylik bilan men salom qaytirib ko'rishib o'tgandan keyin meni bir tarafga tizib qo'yilgan o'rindiqqa boshladi. Qarsam, bag'la holingiz bo'shab ketibdi. Bunday qilib ketsangiz bo'lmaydi. Bu kasal saqaymas kasal emas. Davolashga moslashsangizlar 100% saqayib ketasiz. Bunchalar ko'nglingizni yerim qilib ketishingizning ajiti yo'q. Kesilingizga aniq diagnoz qo'yilganmi? Aniq diagnoz qo'yilgan. Tevibning so'zlaridan sal g'ayratga kelgandek bo'lib, ovozimni qo'yitib so'zladim. Shundaqdimi, ati o'g'in 2 kun butun badaningizni aptabga qaqlaymiz. Kasallik o'rinlari aptabga qaqlangandan keyin texim ro'shanlashib, yoshiringan kasallik o'rinlarimi oshkorlandi. Bundaq o'g'anda yiltizdan davolashimizga foydasi bo'ldi. Tevib astoydillik bilan tushuntirishga boshladi. Aslida Urumchidan, Aqsudan, G'o'ljidan kelganlarni davolamaydim. Chunki ular bo'shan. Bir haftaga chidamay ketib qoladi. Sizni tunishtirgan qarim burun mening qo'limda davolangan. U sizni bak irodasi kuchlikkan deganlik uchun bo'pti davolab qo'yay. Yosh bola ekan deb kasun dedim. Avval sizga deb qo'yay. Men boshqa teviblarga o'xshash bir kunda 1-2 soat aptabga qaqlabla bo'ldi qilmayman. Kun qizg'andan tatib, kun sovuqcha to'liq aptabda yotasiz. Aptabdan qichishingizga bo'lmaydi. Tushda 2 soat orom vaqti beraman. Yemek ishmakdan qattiq parz tutasiz. Langpo, rang pizza, qitiq, süt, aytavur tuxum, beliq, meva chividagi barliq yemekliklarni qat'iy yeyishingizga bo'lmaydi. Davolanish jarayonida sovuq suv ichishingizga yanama bo'lmaydi. Biz damlab bergan chayni ichisiz. Oyda bir qatimdan ortiq yuyinishingizga bo'lmaydi. Davolanish tugguncha ayolingizdan ayrilib tursiz. Agar men degan qoidalarga bo'ysunmaydigan bo'lsangiz, hozirlik ketsangiz bo'laverdi. Hozir menga ma'qul deb qo'yib, 1-2 haftadan keyin o'zingiz bilganini qilsangiz, yana o'xshashla o'zim yo'lga sep qo'yman. Chataq yo'q. Siz deganlarning hammasidan o'zim cheklayman. Davolashni hozirla boshlamdik. Tevibning meni cheklayotganlarning hammasi mening omroq narsalarim bo'lmasimi, biroq kasallikdan balduroq qutulish uchun uningga tezla ma'qul bo'ldim. Aldirmang texi. Tex sizdan so'raydigan bir gap bor. Ayolingiz bormi? Bor. Doktorning so'ziga ayolim yo'q deb aytishni loyiq ko'rmay, shundoq deb javob berdim. Lekin hozir homilda, shunga onasining uyida turibdi. Undaqdi yaxshi. Hozir kun patay deb qoldi. Aptabga chiqsangizmi, qiziqi yo'q. Bugun bozordan o'zingizga lozimatlik narsalarni ilib sotliq qiling. Masalan, aptabda yotadigan adiyal, chaydan, chayliq, ichadigan chaydan degandek narsalarni ilib bo'libli kelsangiz, sizni o'rinlashtirib qo'yay. Ertadan boshlab davolashni boshlasa tamoman bo'ladi. Ma'qul. Men tevib bilan xo'shlashib, u degan narsalarni setish uchun bozorga qarab mangdim. Ta'limga bugun yizining bozor kun bo'lganligi uchun men kerakli narsalarning hammasini ko'p izdamayli tepib, setib olib, yana tevibning yoniga qaytib keldim. Tevib meni boshlab 1 kilometrcha mangandan keyin bir qo'runing oldiga kelib to'xtab, meni mushiyada turib turing deb qo'yib, bir hoyliga kirib ketib, ayol bo'lmayli qaytib chiqib, meni hoyliga kirishga taklif qildi. Tevib bilan ko'p farqlanmaydigan bir ayol hoylida meni kutib, bir hujraga boshlab kirdi. Oddiy, ammo salqin hujra menga burungi ishkimizni aslatib, ko'nglimni texim yerim qilgan bo'lsa-mu, Tevibga rozi bo'lganligimni aytib, nas keraklarimni o'rinlashtirishga boshladim.